+8 ga registrator uстановka qilamiz. Registrator qo'ymoqchi bo'lgan har kimga shuni tavsiya qilamiz. Lenovo'dan xuddi shu modelni korpusga qarab turib olasizlar. Funksiyalari juda ham ko'p. Ichidan xuddi shunaqa shunlar chiqadi. Eng oxirgi modellardan bittasi katta fleshkani поддержка qiladi. Ikkiga sensor ishlashlari juda ham yoqimli, yumshoq. Kachestvasi 2K formatda oladi. Uzoqdagi mashina ham nomerigacha tinib ko'rsatib bera oladi. Xudo xolasa bundan sinovdan o'tdi qo'ydik. Xuddi shu Lassetti'ning yana bitta ishi bor. Ko'pchilik ustalar biladi. Bilmaganlar uchun ham yaxshi tavsiya bu. Oyna ko'tarilayotganda, Lassetti'da oyna ko'tarilayotganda kalla olib kechayib qoladi. Buni to'g'rilab olsanglar keyin ko'tariladi. Shu aybi, mana bu yerda mexanizm bor. Menga o'xshab turib, bu dumonani ham bunda xuddi shunaqa ochadi yonga. Chaqlangan holati, mana o'ng tarafga qarab turib bir xil qilib, chap tarafini chaqlab olamiz. Mexanizmni chapga bundan burchiga bukib turib, qotiramiz. Ikki tepasini qotiramiz, tagini qotiramiz. Yig'sak muammosiz ishlaydi. Oynani motorchigini ham remont qilyapmiz. Muammosiz yana uzoq muddat xizmat qiladi. Kamerani simini bunaqa holatda o'tkazish mumkin emas. Uyat bo'ladi bunaqa o'tkazish. Gofranchidan akkuratni o'tkazish kerak. U dehqoncha ish bo'ladi bu. Nima qilish kerak? Arzimagan detalli ko'rinadi, lekin bagaj ochganda xunuk turadi. Mana sim o'tgan holati, bitgan holati. Gofranchidan o'tib borgan mana. Chutki xudo xolasa. Registrator pitaniyasi juda ham oson. Bittasi aksesuar rezamoga, bittasi pastani plus sarig'i, qora massasi baqbaq qilib qotirilsa, muammosiz ishlaydi. İşimiz akkuratni bitdi. 2K formatda oladi. Yoritish sifati juda ham yuqori darajada. Xudo xolasa yaxshi. Zadniy olishi ham juda ham zo'r. Palasasi regirovka bo'ladi, hammasi monitori o'zidan bo'ladi. Shaxtasini ham remont qildik. Xudo xolasa ochib turib, prujinasini to'g'irladik. Keyin mana bu yerda lentasi bor. Qora lentasi bor, ichiga flash, har xil shirali suvli to'kilganligini hisobiga og'ir bo'lib qolgan edi. Yaxshilab tozalab, betonlab yig'dik. Ishlarini mexanizmni don-don tushyapti. Ishimiz chiroyli bitdi. Xizmatda bo'lsa kelaverasizlar.